Arlando hamda Tracker Lacetti Cruze mashinalarida ko'pchilik Remi metkasiga o'ylanadi hamda Raspitval metkasiga o'ylanadi. Shuni sizlarga qisqacha, oddiygina, soddagina qilib tushuntirib o'taman. Orqa tomoniga ugunlik oddiy yasab olsa bo'ladi. Bemalol qo'lbola qilib, mabodo ugunning razmeri kerak bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Sizlarga rasmini, razmerlari bilan bor tashab beraman. Xuddi shu holatda orqasini qo'yib olasizlar. Oldi remin tomon mana bu holatda turadi. Ikkita nuqtasi bor. Nuqtani bir-biriga qaratasizlar, xudo xolasa joy-joyida bo'ladi. Pastki metka doimiydek oddiy metka. Hop, ko'pchilik Raspitvalni zyochkaga o'tirgizganda qiynaladigan narsa sababi bu zyochkamizda ichida sponti bo'lmaydi. Ikkosida ham bemalol aynalib ketadi. Mabodo kimga zarur bo'lsa, xuddi shu holatda yig'asizlar, birga bir tushadi. Mabodo remenni o'zi bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa oddiy syomnik qilib olasizlarda. Mana bu narsani remenni o'zini qo'ymoqchi bo'lgan odam ichkariga qo'yadi. Shaybani joy-joyiga qo'ysa, xuddi shu holatda qisiladi, qatiradi. Bemalol remenni almashtirib olsa bo'ladi. Zo'ra bemalol joy darajasiga oddiygina metkani joyiga qo'yib qatiradi, remenni bemalol almashtirsa bo'ladi. Xolasa tevadan qo'ysin, xolasa remenni o'zini qo'ysin. Mabodo oldi saniga kerak bo'lsa, buni pachaqlash majbur. Xullas shu holatda xotirjam bemalol qo'yib olsa bo'ladi.